Zamon, makon, inson so'zlari o'zaro bog'liq. Har bir so'z, har bir tushuncha muayyan zamon makonda o'zgacha mohiyat kasb etadi. Yangi degan so'zga e'tibor bering. Yangi O'zbekiston, yangicha dunyoqarash, yangi hayot, bularning hammasi o'ziga xos tarzda. Xuddi shunday ekan, Navruz ham ana shu yangi so'zi bilan uyg'un, yangi kun demakdir. Demak, borliq yangilanadi, tozalanadi. Bularning hammasi go'zallik bilan, hammasi ruhiyat bilan bog'liq holda bo'ladi. Navruz haqida she'r bitmagan shoirni, Navruz haqida to'lqinlanib qo'shiq aytmagan san'atkorni topish qiyin. Shunday ekan, Navruz ilhom baxsh, Navruz murod baxsh kun sifatida hammani e'tiborini tortadi. Navruzona kayfiyat nafaqat jamiyatda, tabiatda jonlanadi. Tabiatni ko'rib, jamiyatda ana shu ko'tarinki kayfiyatni ko'ramiz. Tabiat tana bo'lsa, jamiyat jondir. Shunday ekan, ana shu birlikni, moslikni, xoslikni beradigan bir tushuncha, yangicha ruh bu Navruz bilan uyg'un bo'ladi. Barchani Navruz bilan muborakbod etish asnosida Nosiruddin Burxoniddin Rabg'uziy bitta hikmat keltiradi. Aniqrog'i uning bir g'azali bor. Turkiy tilda birinchi bo'lib ilk yozilgan g'azal bu Nosiruddin Burxoniddin Rabg'uziy qalamiga mansub. Kun hamalga kirdi yersa, keldi olam Navro'zi, kechdi bahman zam harir qish, qolmadi qori buzi. Yurtim ilhominga sarchashma o'zing, birdek menga yozing ham kuzing. Bu kun bahoringga she'r aytmoqchiman, vatanim muborak bo'lsin Navruzing. Bog'da bahor edi, har mitti g'uncha, ochdi lablarini go'dakday ma'sum. Har kun tug'iladi yangi tuguncha, har kun sochiladi yangi tabassum. Darichalar lang ochildi bugun, sho'x savolar girdi kapalak. Qish bazmiga yasaldi yakun, Navruz keldi, peshvoz chiq yurak. Navruz kelibon jumlayi jahon nozlanajakdir. Oftob qizitib, asta sekin yozlanajakdir. Yashnar tabiat dasht u adir lola ichinda, yurtim chamanim o'zgacha pardozlanajakdir. Qaynar sumalak varrak uchar to'yu tomosha, dillar quvonib soz ila parvozlanajakdir. Javlon urishar davra tuzib necha yigitlar, qizlar bezanib husn ila mumtozlanajakdir.